Mobilografiya sohasida 1-2 yildan beri ishlaysiz, lekin haligacha daromadingizni $500 orttira olmayapsiz. Shundaymi? Yoki da mobilografiya sohasini endi o'rganmoqchisiz. Kimdan va qayerda o'rganishni bilmaysiz. Bozorda mobilografiya sohasini o'rgatuvchilar juda ham ko'p, lekin sifatli o'rgatadigan ustozlar faqat sanoqligina. Do'stlaringiz bitta telefon orqali oyiga $1000, $1500 topayotganini ko'rib yoki da eshitib, siz ham bu sohaga kirishni xohladingiz va qaysi kursda o'qishga ikkilanasiz, to'g'rimi? Birinchi navbatda bozorda natijaga kafolat bera oladigan kurs bormi degan savolga javob topishimiz kerak. Tepadagi savolga javob berishimdan oldin, avvalo meni birinchi marta ko'rib turganlarga o'zimni tanishtirib o'taman. Ismim Otaxonim Shuhrat, yoshim 22 da. Hozirda media sohasida 5 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Ya'ni mobilografiya, content makerlik, videograf, undan tashqari sotuv bo'yicha ko'nikmalarga ega mutaxassisman. Hozirgi kunda 200 dan ortiq o'quvchilar ustoziman. Shu vaqtgacha juda ham ko'plab yutuqlarga erishganman va shu soham orqali hozirda o'zimga yangi mashina va o'zimga yangi kamera, instrumentlar va barcha jihozlarni sotib olganman va eng yaxshi davlatlarga sayohat qilganman. Va men bularning barchasiga mobilografiya sohasi orqali erishganman. Men bu bilan nima demoqchiman? Shunchaki o'zingiz yoqtirgan kasbni har doim dalcha ishlab ketadigan bo'lsangiz, albatta uning natijasi samara beradi. Shuning uchun bu video darslik testlarini ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi video darsligimiz hamma uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Hozirda bu video rolikimizni mobilografiya sohasini endi boshlayotganlar va shu sohada bir necha yildan beri ishlab kelayotganlar kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Va ikkala tomonga ham foydali bo'lishi uchun men sizlarga kerakli eng samimiy glavniy bilimlarni tayyorlab qo'yganman. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsangiz, men o'zimni shaxsiy mentorlik kursimni sizlarga qabulni ochaman. Shuning uchun video darslikni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Menga juda ham ko'p beriladigan savollardan bittasi, mobilografiya sohasini hozir o'rgansam, ertaga shu soha orqali yaxshi daromad topib, ishlab keta olamanmi degan savolni juda ham ko'p obunachilarim berishadi. Meni javobim har. Chunki hozirgi kunda e'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta biznes egalariga Instagram kerak bo'ladi. Chunki yangi ochilgan biznes hech qanday mijozga ega bo'lmaydi va mijoz tezroq to'planishi va tezroq ko'proq daromadga chiqishi uchun albatta unga Instagram ijtimoiy tarmoqlarda reklamli roliklar kerak bo'ladi va bu reklamli roliklarni обязательно bizning mobilografiya sohasidagi yigitlarimiz, qizlarimiz tayyorlab berishadi. Shuningdek, hozirgi vaqtda siz bemalol mobilografiya sohasini o'rganib, yaxshigina daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Asosiysi kimdan o'rganishingizni bilib olsangiz bas. Xo'p, siz kursda o'qib chiqdingiz va oradan 2 oy o'tdi, lekin haligacha mijoz topmadingiz. Mijoz topishning eng asosiy yo'llarini men sizga hozir aytib o'taman. Ko'pchilik mobilograflar tajribasi juda ham ko'p, ya'ni 1-2 yil tajribaga ega, lekin haligacha $500 dan o'z daromadlarini oshirisha olmaydi. Nimaga? Chunki ularda sotuv ko'nikmalari mavjud emas. Ya'ni har bitta mobilograf yoki ijtimoiy tarmoqda o'z faoliyatini yuritadigan odamlarning sotuv ko'nikmalari bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki agarda siz qaysidir sohada professional ekspert bo'ladigan bo'lsangiz va o'z sotuvingiz, ya'ni sotuv ko'nikmangiz yaxshi rivojlanmagan bo'ladigan bo'lsa, siz hech qachon yaxshi daromad va ko'proq daromad topa olmasligingiz mumkin. Shuning uchun sotuv ko'nikmalarini ham обязательно rivojlantirishingiz kerak bo'ladi. Buni qanday rivojlantiramiz? Asosan mijozlar bilan kelishganda ularga shunchaki taklif bermang. Ularga siz nima qila olishingizni va nimalarni kafolat bera olishingizni har bittasini 100%, ya'ni 100% kafolat bilan aytishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni men shunchaki mijoz bilan suhbatga borganingizda unga video sonini umuman qiziq emas. Ya'ni unga shunchaki video sonini aytish shart emas. Ya'ni men ko'pchilik mobilograflarda, men o'zim ham xuddi shunaqa bo'lganman. Ya'ni boshida proyekt olganimda men shunchaki oyiga 10-15 ta video qilib beraman, bo'ldi. Narxi $500 yoki $200 yoki $300 deb proyektlar bilan ishlaganman. Bu juda ham xato texnika bo'lgan, chunki mobilografning o'zi xizmati nima? Shular bo'yicha ozgina ichiga kirib aytib o'tib ketaman. Mobilograf o'zi shunchaki syomka qilib, uni montaj qiluvchi inson. Va har bitta videosi uchun haq oladi. Ya'ni $10 dan boshlab $100 gacha bo'lishi mumkin. Bu videoning ssenariysiga va tematikasiga qarab o'zgaradi, ya'ni narxlar. Ya'ni siz har bitta videoni bir xil narxda hech qachon qo'ymasligingiz kerak. Ya'ni misol ko'pchilik qaq sujetli videolarni ham, oddiy 10 sekund trend videolarni ham hammasini bitta narxda qo'yadi. Misol $30 bo'lsa, hammasi $30 dan qo'yadi. Yo'q, unaqa qilish kerak emas. Bu juda ham xato texnika. Chunki misol
10 sekundlik, 15 sekundlik trendni siz yarim soat ichida ham syomkasini, ham montajini qilishingiz mumkin. Bu tarzdagi videoroliklar ancha arzon bo'lishi kerak. Chunki mijozni o'zi ham bu narsani qila olishi mumkin. Shuning uchun sujetni bir kun vaqt ketadigan, 2 kun vaqt ketadigan videolarga обязательно siz qimmatroq narx etishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, boyagi savolga qaytamiz. Ya'ni nimaga mobilograflar o'sha chekini oshira olmaydi $500 dan? Chunki ular faqatgina mobilograf xizmatini qilib berishadi. Ya'ni mobilograf degani bu shunchaki siz har doim video syomka bilan shug'ullanasiz degani emas. Misol siz kontent planlarini tuzishingiz mumkin. Ssenariy yozishingiz mumkin, strategiyalar tuzishingiz mumkin, Instagramga o'zingiz videolarni joylashingiz mumkin, obloshkalar tayyorlashingiz mumkin, stories makerlik bo'lishingiz mumkin. Ya'ni har bitta yo'nalishni mobilografni o'zi o'rganib, shu sohada ko'proq daromad qilishi mumkin bo'ladi. Eng yaxshi maslahatim, o'z daromadingizni oshirmoqchimisiz? Birinchi navbatda risk qilishga qo'rqmang. Chunki ko'pchilik bitta qo'rquv bo'ladi. Agarda men bu mijozga kattaroq narx aytadigan bo'lsam, mijoz mendan ketib qoladi. Ya'ni men klientsiz qolib ketaman, ya'ni proyektsiz, loyihasiz qolib ketaman deb qo'rqib, ko'pchilik kamroq narxga dogovor tuzib qo'yadi. Ya'ni hamkorlik qilib qo'yishadi. Maslahat beraman, umuman hech narsadan qo'rqmanglar. Misol shunchaki har doim ham bitta tempda ketish yoki menga bo'laveradi degan narsa bo'lmasligi kerak. Har doim o'sish kerak, komfort zonadan chiqish kerak. Har doim bilim olishga harakat qilish kerak. O'zingizlarni keyingi etapga chiqarishga harakat qilishinglar kerak. Va keyingi savolga keladigan bo'lsak, o'zi bozorda qaysi kurslarda o'qish kerak va ularni nimasiga e'tibor berib kurs sotib olish kerak yoki-da kurslarda o'qish kerak. O'zi offline o'qish kerakmi yoki onlayn o'qish kerakmi? Juda ham ko'p menga savol berishadi. Onlayn kurslarda o'qisam, men natijaga erisha olamanmi yoki yo'q degan savollarga hozir masalaga javob berib o'tib ketaman. Xo'p, bozorda o'zi hozirgi kunda kurslar juda ham ko'p, juda ham tiqilib yotibdi. Kimdir misol 2 oyda o'qib turib ham 3-oy kurs ochyapti. Mobilografiya men 3 oylik tajribaga ega mobilografman, kursim bor. Yozinglar, narxi 100 ming so'm, narxi 200 ming so'm. Men aytmoqchi bo'lganim, sizlarga tavsiya beradiganim o'sha har bitta ekspertni yaxshilab analiz qilib, yaxshilab surishtirib, keyinchalik u insonda o'qishlarni tavsiya beraman. Bu ma'lumotlar sizlarga ozgina bo'lsa ham foydasi tegdi deb o'ylayman do'stlar. Va nihoyat ko'pchilik kutgan kun yetib keldi do'stlar. Men o'zimni shaxsiy mentorlik 5.0 kursimga qabulni ochiq deb e'lon qilaman. Bu kursda o'zim nimalar bo'ladi, nimalarni o'rgataman va men bu kursimda o'quvchilarim qanday natijalarga erishgan, hozirda o'quvchilarim necha pul daromad topishadi, har bittasi bo'yicha men sizlarga hozir video davomida ko'rsatib boraman. Birinchi navbatda kursimni taqdimoti bo'lishidan oldin men sizlarga ozgina bo'lsa ham o'z o'quvchilarimni, o'z shogirdlarimni daromadlarini va qilayotgan ishlarini sizlarga ozgina ko'rsatib o'tsam. Videorolikimizni boshida ham aytib o'tdim. Meni 200 dan ortiq o'quvchilarim bor va ulardan 70% dan ortig'i hozirda yaxshigina daromad topishyapti deb aytib o'tdim. Va ularning orasida ham onlayn, ham offlayn o'quvchilarim mavjud. Men hozir birinchi navbatda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim onlayn o'quvchilarimning natijalari. Ko'pchilik savol berishadi, men onlayn o'qisam natija bo'ladimi, men o'rgana olamanmi degan narsa bo'ladi. Albatta o'rgansangiz bo'ladi. Asosiysi kimdan o'rganishingiz va o'zingizning harakatingizga bog'liq. Agarda siz любой bitta kursni sotib oladigan bo'lsangiz, sizda natija bo'lmasligi mumkin. Chunki u kursda o'sha o'rgatilish texnikasi qanday, odamlarga o'zi foydasi bormi, u kursning orqasidan kimdir foyda oldimi yoki kimdir o'rganib yaxshi daromad qildimi yo'qmi, siz bu narsani haqida bilmaysiz. Shuning uchun ham oldingizdan любой bitta kurs chiqadigan bo'lsa, uni sotib olishdan oldin обязательно o'rganib chiqishingizni tavsiya beraman. O'zimni onlayn kursimda o'qigan o'quvchimizlarga tanishtiraman. Begimqulov Xurshid, yoshlar 22 da, Toshkentdan. Proyektlar soni hozircha bitta, daromadi $500 dan $600 Bu hozirda pastida hozir 30lar bor. Shu orqali hayotni o'zgartirgan deb bemalol aytsangiz bo'ladi. Chunki mobilografiyani o'rganmasimdan oldin umuman ishlamaganman. Hech qaysi ish qiziq bo'lmagan. Hozir Xudoga shukr, yaxshi siz sabab. Bu o'quvchimni 30lari, ya'ni aytmoqchi bo'lganlari shu soha orqali o'zligini topib va o'zi xohlagan kasbni topganligi uchun juda ham xursand va shu soha orqali yaxshigina daromad topyaptilar. Hozir kelgusi ishlariga omad tilaymiz. Keyingisi Karimov Bekzod, yoshlar 19 da, Gulistondan, proyekt soni hozircha 5 da, daromadi esa $1,5 ming gacha.
o'z jamoasi bor. Hozir jamoasidagilarga ham общий oliy to'lov qiladi va bu natijalarga 1 yil davomida erishgan. Ya'ni 1 yildan so'ng o'sha $1000, $1500, $2000 ga yaqin daromadga chiqayotganlar. Juda ham zo'r, xursandman. Xo'p, keyingisi Zakirov Obidxon, yoshlar 19 ta, Namangandan. Hozirda ikkita proyekti bor. Daromadi $1000 dan ortiq. Hozirda mobilografiya sohasini o'rganib, o'zini ustida yaxshilab ishlab va videografiya sohasiga o'tish arafasida. Kelgusi ishlarida omad tilaymiz va Yusufboyev Dilshodbek, yoshlar 22 da, 4 yildan. Hozirda 3 ta proyekti bor va $500 dan $600 gacha daromad topadilar. Bular onlayn kursimda o'qib turib shu natijaga erishgan. Ya'ni ko'pchilik onlayn o'qisam natijaga erishaman. Mana sizlarga haqiqiy misol. Bular meni ikkinchi potokimda o'qib chiqqan o'quvchilarim hisoblanadi. Birinchi potokda hozirgiga qaraganda meni bilimim ancha past bo'lgan. Shunga qaramasdan bular hozirda yaxshigina daromadga chiqishyapti. Hozirgi bilimimda esa meni shogirdlarim bundan-da ko'proq daromadlarni qilishyapti. Xo'p, endigi navbat offline o'quvchilarim keladigan bo'lsa, aytmoqchi bo'lganim, onlayn o'quvchilarim faqatgina 4 ta emas, juda ham ko'p. Ularning har bittasi bilan men suhbat qilib chiqmaganman. Ya'ni o'tib olib yoki nimadir qilib chiqmaganman, chunki men ishonchim komil. Hozirda ularning ko'pchiligi shu soha orqali ishlab, yaxshigina daromad topishyapti. Xo'p, endi offline kursga keladigan bo'lsak, To'rayev Shahriyor, yoshlari hozirda 18 ta, Toshkentdan 2 ta proyekti bor. Yo'q, hozirda o'sha ozgina ko'paygan. Menimcha 4 ta proyekti bor, $900 daromadiga ega. Xo'p, keyingisi Muhiddin, Qurbonboyev Muhiddin, yoshlar 23 ta, Xorazmdan shaxsiy brend orqali xizmat ko'rsatadi. Daromadi esa $1500 gacha. Ya'ni hozirda meni kursimda o'qib chiqib, общий kontent plan tuzish, kontent qilish, shaxsiy brend yurg'izish bo'yicha mendan bilimlarni olgandan so'ng, o'zini shaxsiy brendini yurg'izib, shu orqali o'z xizmatini sotib turib, $1500 gacha daromad topadi. Men bundan juda ham xursandman. Keyingisiga o'tamiz. Bu qizimiz Ismoilova Mohina, yoshlari 17 da, 17 yoshli qiz bo'lib turib, hozirda 3 ta proyekt va $700 ga yaqin daromad topadi. Bu kursimiz 3-potokda o'qigan va potokni tugatishi bilan, ya'ni darslarni tugatishi bilan uje birinchi oyning o'zida kursni pulini bemalol chiqarib oldilar. Chunki ish tayyor. Meni har bitta o'quvchimga har doim men ish bilan ta'minlayman. Ya'ni menda o'qigan o'quvchi, menda o'qigan shogird har doim ishsiz qolib yoki daromadsiz qolib ketmaydi. Ularga har doim men ish bilan ta'minlayman. Keyingisi Rasuljon Abdug'aniyev, 3-potokda o'qiganlar. Hozirda stabilniy oyligi $700 dan $800 gacha. Keyingisi Azamjon, 3-potokda o'qiganlar. Stabilniy hozir oyiga $500 dan $600 gacha daromad topadilar. Keyingisi Shadiyeva Shohsanam, 4-potokda va oxirgi mana shu potokda o'qiganlar. Stabilniy oyiga $1000 dan $1500 gacha daromad topadi. Tasavvur qilsam, yaqinda tugatgan o'quvchim, o'sha bular menda noldan kelmaganlar, o'z tajribasini oshirmoqchi, ya'ni sohada ishlab kelayotganlar va o'zining tajribasini oshirish sifatida level up kursida o'qiganlar va ko'rib turganingizdek, hozirda $1500 gacha daromad topadi. Men buni shunchaki sizlarga reklama sifatida yoki-da o'zimdan bu narsani yaratib yoki qo'shib nimadir etmayapman. Hammasi realniy proyektlarda. Men buni Instagramga ham joyladim, agar ko'rgan bo'lsanglar. Xo'p, keyingisi Madina Bonu, hozir bu ham 4-potokda o'qiganlar. Stabilniy hozirda $700 dan $800 gacha daromad topadilar. E'tibor berib qarasanglar, bular ayol kishi, ya'ni qiz bolalar, qiz bola bo'lib turib, shu sohadan va shuncha daromad topishyapti. Men bundan juda ham xursandman. Omadlarini bersin. Kelajakda bundan-da ko'proq daromad qilishlariga tilakdoshmiz. Keyingisi Said Akbar, bu ham 4-potokda o'qiganlar. $600 dan $700 gacha stabilniy daromad topadilar. Hozirgacha 4 ta 5 ta proyekt bilan ishlayman menimcha. Va bunaqa shogirdlarim hozirda juda ham ko'p, e'tibor bergan bo'lsanglar, men bilan hammasini sizlarga hozir ko'rsatib o'tirishga vaqtimiz juda ham cho'zib ketib qoladi. Xo'p do'stlar, bo'lmasam kursimning taqdimotini boshlaymiz. Tariflar bo'yicha tanishib olamiz do'stlar. Bizda hozircha 3 ta tarif bor: standart, premium va shogirdlik. Xo'p, birinchi navbatda o'sha standart tarifidan boshlaymiz bolalar. E'tibor berib turamiz. 20 ta modul, 30 dan ortiq onlayn darsliklar, qo'shimcha materiallar, kurs muddati 2 oy, darslarga 4 oylik dostlik,
communityga do'stim. Community nima? Bu o'tda gaplashadigan networking orttiriladi. Qanaqadir savollar, muammolar bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda muhokama qilinadi. Onlayn bitiruv bo'ladi. Bunda sertifikat berilmaydi. Endi premium tarifga keladigan bo'lsa, 25 ta modul, 50 dan ortiq video darsliklar, qo'shimcha materiallar. Qo'shimcha material deganda ichiga sound effektlar, footajlar, overlayslar, shodlik videolar, har bitta mobilografiya sohasiga kerak bo'lgan instrumentlarni barchasini mana shu qo'shimcha materiallar kanalidan olsanglar bo'ladi. Kurs muddati 2 oy bo'lib o'tadi. Bunda ham communityga do'st beriladi va offline bitiruv bo'ladi. E'tibor beringlar, bu Toshkentda kim kela oladigan bo'lsa va Toshkentda o'qiydiganlar bo'lsa ham bemalol offline Toshkentda bitiruv bo'lib o'tadi va sertifikat bilan taqdirlanadi. Eng asosiysi, sertifikatdan ham eng asosiysi, bu tarifda sizni shaxsan o'zim ish bilan ta'minlayman. Agarda mana shu kursda yaxshilab o'qib turib, o'zingizni ko'rsata olsangiz, natijaga zo'r chiqadigan bo'lsangiz, video montaj, syomka hammasini zo'r qiladigan bo'lsangiz, o'zim shaxsan o'zim sizni ish bilan ta'minlayman. Ish bo'yicha umuman muammo bo'lmaydi. Siz kurs davomida sizga ish taklif qilishim mumkin. Shunchaki o'zingiz shu sohada yaxshigina natijaga chiqsangiz bo'ldi. Keyingisi, Shuhrat Otaxonov nazorati. Shaxsan mendan har bitta o'quvchi nazoratim ostida bo'ladi. Har bitta o'quvchi ustida individual ishlayman. Ya'ni aynan misol sizda qanaqadir muammolar, qanaqadir darslik davomida tushunmovchiliklar yoki qanaqadir savollar bo'lsa, har doim shaxsan o'zim javob berib, sizlarga yordam berib turaman. Content making, ya'ni bu yo'nalishda nafaqat mobilografiya, o'sha content making sohasiga ham o'tamiz. Polnisti shaxsiy brend yurg'izish, sotuv ko'nikmalari, ssenariy yozish, content planni strategiyalar orqali yozish. Men boshida aytib o'tdim, qanaqa qilib chekimizni qimmatga sotish mumkin. Aynan mana shu yo'nalish, aynan bu alohida kasb hisoblanadi. Content making, content makerlik. Bunda siz faqatgina syomka montaj emas, o'sha sotuv bo'yicha ham aralashasiz va o'sha hisobiga sizni chekingiz 2x dan 3x gacha bemalol oshishi mumkin. Bu yo'nalish orqali siz ham mobilografiya, ham content makerlikni birlashtirgan holatda har bitta proyektingizni oyiga 500-600 dollardan olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, tanishib oldik. Keyingisiga o'tamiz. Shogirdlik. Bu Toshkentda offline tarzda bo'lib o'tadi. 25 ta modul, 30 dan ortiq offline darsliklar, qo'shimcha materiallar, kurs muddati 2 oy bo'lib o'tadi. Bonus onlayn darsliklar. Mana shu boya aytib o'tganman, bu premium tarifidagi barcha onlayn darsliklar, barcha materiallar bunda bonus sifatida qo'shib beriladi. Communityga do'stim, offline bitiruv, sertifikat berish marosimi, ish bilan ta'minlash. Bunda ham 100% ish bilan ta'minlanadi. Asosiysi natijaga chiqishingiz kerak bo'ladi. Shuhrat Otaxonov nazorati, shaxsan o'zim har doim kontrol qilaman va content makinglik, shaxsiy brend qurish, sotuv ko'nikmalari, ssenariy yozish, content plan tuzish, mijoz topish usullari, chekni 2x ga oshirish, real loyihalarda ishlash. Natija 100% kafolatlanadi. Aynan mana shu shogirdlik tarifida men sizlarga natijaga chiqishingizga 100% kafolat beraman. Bu degani siz 100% kafolat bilan natijaga chiqasiz, ya'ni sohani o'rganasiz, montaj, syomka, content makerligini o'rganasiz va sizga shaxsan o'zim ish bilan ta'minlayman. Ya'ni bu kursga to'lagan pulingizni keyingi oydan bemalol chiqarib olsangiz bo'ladi degani. Va mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, tariflar bo'yicha ham tanishib oldik. Bularning narxlari bo'yicha va bundan ham batafsil ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, men hozirda mana shu video ostida, ya'ni opisaniyada bitta silka qoldiraman. Bu Google forma. O'sha silkani ichiga kirasiz. O'sha yerdagi barcha savollarga o'zingizning ma'lumotlaringizni kiritasiz. Bu saralash hisoblanadi. Men aytib o'taman, har bitta tarifga cheklangan miqdorda o'quvchi olaman. Har bitta tarifga cheklangan miqdorda o'quvchi olaman. Nimaga? Chunki sifat buzilmasligi uchun. Men har doim sifatga kuchli e'tibor qarataman va juda ham ko'p o'quvchi olmayman kurslarimga. Shuning hisobiga sizlarda saralash jarayoni bo'lib o'tadi. Men har qanday odamni o'z kursimga qabul qilmayman. Shuning uchun ham savollarga to'g'ri va aniq javob bering. Shundan keyin siz bilan shaxsan o'zim yokida menejerlarim siz bilan bog'lanishadi. Qanaqadir savollaringiz va muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib qo'ying. Aynan o'sha telefon qilgan paytimiz sizlar bilan bog'lanamiz.
Hammasi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Sizlarni o'z kursimga taklif qilaman. Siz bu kursda o'qib turib 100% natijaga chiqishingizni shaxsan men kafolatlayman. Hoziroq pastdagi o'sha описаниедagi silkani ichiga kirib, o'z ma'lumotlaringizni qoldiring va keyingi darslarda kursda ko'rishguncha